sizlarni ishtahanglarni ochaman deb katta tandirlarimizni videoga oldim. Oxirigacha ko'ring. Agar ishtahangiz ochilmasa, ishtahamni ocha olmadingiz deb bemalol kommentariyada yozib ketishingiz mumkin. Sizlarga O'rta Osiyodagi eng katta tandirda pishiriladigan somsalar bilan tanishtiraman. Bu tandirda pishiriladigan mazali somsalarimiz ko'pchilikka yaxshi tanilgan. Har kuni ertalab tandirlarda o'tin bilan qizdiriladi. Tandir ichidagi yuqori harorat tufayli somsalarimiz chiroyli qizarib, ichidan esa yumshoq va shirali bo'lib chiqadi. Ya'ni tayyorlangan qiyma, xushbo'y, ziravorlar uyg'unligi har bir luqmadan seziladi. Ishtahani ochadigan hidini aytmaysizmi? Uzoqdan ham bilinib turadi. Shuningdek, bu yerda tandir shashlik ham tayyorlanadi. Ha endi tandirimizni bag'ri keng bo'lgandan keyin nafaqat somsa, balki shashliklar ham pishiriladi-da, o'rtoqlar. Ko'rib turibsiz-ku, qanaqa shashliklar pishirilishini. O'zbeklar nima yeydi odatda? Xamir ichida go'sht, to'g'rimi? Somsa bo'lish shartmi? Somsa deyishimiz shartmi? Shashlikda ham xamirga o'rab turib shashlik qilingan. Bu yeb ko'rsangiz juda ham bir ta'mlari boshqacha. Har birini ta'mi o'zgacha boshqacha. Mana ko'rganingizdek tabakalar ham pishiriladi. Bu somsalarni ko'rib turganingizdek 20 xildan ortiq. Ya'ni assortiment. Ichida pista, bodom, limon, qazi-qarta deysizmi? Hammasini o'zgacha bir tugilishi, o'zgacha bir ta'mi bor. Har birini ta'mi va tayyorlanish usuli o'ziga xos. Shu sababli bu yerga qo'shni davlatlardan, viloyatlardan ham tez mehmonlar kelib turadi. Hatto navbat kutishga ham rozi. Chunki bu yerning ta'mi shunga arziydi-da, o'rtoqlar. Tandir oldida ishlayotgan somsapazlarni kuzatishni o'zi ham o'zgacha bir zavqli. Ko'rib turganingizdek, somsapazlarimizning chaqqon harakati, olovning harorati, tandirdan chiqayotgan xushbo'y hid odamga ham bir o'zgacha muhitni bir bag'ishlaydi. O'rtoqlar, bu somsalarimizni narxi ham hamyonbop. Bir yo'lingiz tushsa, albatta kelib shu somsalardan yeb ko'rishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Mana ko'rib turganingizdek kosa somsalarimiz bor. Har xilidan bor. O'rta Osiyoda eng katta tandirda pishgan somsalarni yeb ko'rgan bo'larmidingiz? Agar sizga videoyim qiziq bo'lgan bo'lsa, kommentariya yozib, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Ha aytgancha. Somsalarni tayyorlanish jarayonini ham albatta suratga olaman. Agarda shu videoyim 1000 ta like yig'sa, ko'p emas, 1000 ta yetadi. 1000 ta yetsa men borib albatta har bir siz aynan qaysi somsani, masalan, ko'rib turgan somsalarimizdan qaysi biri menga mana shu usulini alohida ko'rsatib keting desangiz, aynan ism familiyangizni aytib alohida video qilaman. Albatta bunga men so'z beraman. O'rtoqlar, bu somsalarimizni ichlarini ochib ko'rmadim. Chunki men biroz shoshayotganligim sababli vaqtim bo'lmadi. Pishguncha ketib qoldim. Bu somsalarimizni yopib bo'lishgandan so'ng bir 20 daqiqa, uzoq yarim soatga qopqog'ini bekitib dimlab qo'yishar ekan. Maromiga yetib juda ham go'shtlari xil bo'lib pishar ekan. Ha aytgancha, manzili ham sizlarga qiziq bo'lsa kerak. Hozircha Namanganda Chortoq yo'lida, mayli aytib keta qolaman. Bu davlat siri emas. Qayerdaligini ko'pchilik bilsa kerak. Shu bois ham buni lokatsiyalarini o'rtoqlar faqat rostini aytib yozib keting. Shu katta tandirimizda pishayotgan somsalarimizga ishqingiz tushdimi yoki yo'qmi? Ha, to'g'ri. Somsalarni ichini ochib ko'rmading-ku, biz qaydan bilamiz deyishingiz mumkin. Lekin albatta 1000 taga yetgan kuni tayyorlanishini hamda pishgan holatlarini, ichlarini ochib sizlar uchun men albatta ko'rsatib o'tib ketaman. Hozircha davlat siri emas, manzilimiz Namanganda Chortoq yo'lida pishirilyapti ekan. Agar ishqingiz tushsa, borib
bemalol xarid qilib yeb ko'rishingiz mumkin. E'tibor uchun rahmat.